hamma tomoshabinlarga sizlar bilan man yana o'sha Bunyod Minecraft do'stlar. Bugungi videoda men o'z kanalimni yangidan boshladim va sizlarga yoqadi degan umid qilaman. Deyik. Xullas men yangi qishloqqa ko'chib o'tyapman. Almas temir bilan yoki bilan to'lishga haqqim bor. Nima bo'lyapti? Ana men mana qishloq tomon ketyapman. Mana shu o'zim qishlog'im tomon. Yangi qishloq tomon ketyapman. Ishlarim yaxshi. Xullas men qayerdan yuborsam bo'lar ekan. Xullas tekshirib ko'ramiz. Bu bo'lmaydi, bu ham bo'lmaydi. Qanaqa isi yo'q. Iye, bu qanaqa bo'ldi? Janob ber. Hey, to'xtang. Qana, bu eshigi qulflangan ekan. Lekin jitirga ketdi-yu. Jitirlar mumkin faqat. Hey, qishloqlar, to'xtanglar. Nima deysan? Sen kimsan? Man Bunyod Minecraftman. Mana shu yerga ko'chib keldim, Bunyod. Ha, Bunyod. Endi mayda so'q. Keyin o'rgab bo'lar. Xo'p, maylim. Ha, aytmoqchimman, qayerligini bilasanmi? Ana, doy qishloqda gapishyapti. Ha, bo'pti. Men ketdim. Let's go. Ana, to'g'ri bari o'tib turamiz. Ana, o'tib oldik. Ana mer. Da, yolg'onda kim turibdi mer? Hey, saralashma. O'zsa kimsan? Qishloqqa kelding. Ha, men mana shu qishloqqa ko'chib keldim. Va siz bilan mana shu yerda yashayman endi. Qishloqqa, ya'ni mer. Endi anadan o'z xohlagancha uy beravering menga. Qishloq aholisidan bo'lmoqchiman. Hammalar anaqa uyda olaman. Ko'rdingizmi? Mayli. Lekin bir shart bor. Chunki sen ko'rdingizmi nima qilmayapsan. Va endi urug' yoqib ikki gap oldigalarni to'g'rilasan. Bo'ptimi? Bo'pti. To'g'riman. Ha, yuz qatayni aytolmaysizmi? Uyim anetdagi katta binoni yonida. Bo'pti. Xullas, men uy olib oldim. Qonim ochib ketdi. Qonim to'ydi qoldi. Xullas, obunachlar, men #ko'znisani oldim. Ana. Cho'tki ekan-ku. Men seni uzoqroq tur. Qishloqqa. Endi bu mening uyim. Ha, sen yangi kelgansan-a? Ha, men yangi kelganman. Xullas, qishloqqa bu uyni surib jo'nab qol. Bo'lmasa, seni qilichlarim bilan yo'q tashiyman. Yiqilib yurasan. Yo'q. Nega surib yurmaysan? Yaxshi. Seni so'qay. Xullas, narsamni surib oldim va yaxshi. Xullas, qishlog'imizga aylanib chiqaman. Bu qanaqa ekan? Men qayerda yashayman deb aytgandi-ya? Qayerda yashayman degani-ya? Ha, bo'ldi. Kechasan qishloq. Ne ko'rding? Yaxshi. Kechirasan qishloqqa. Mana uy bo'lsa kerak. Mana shu uy. Mana shu ko'zning yon deganda. Yaxshi. Bo'ladi. Men qishloq yo'qdi. Xullas, bu qishloqning nomini so'rashni unutibman. Qishloqni so'rab olaman. Qishloqqa. Bu qishloqning nomi nima?
18 qishloq, bilmaysanmi? Bo'pti, 18 qishloq deyishimanda. Xullas, son bugungi videomiz mana shu bilan yakun topiladi va keyingi videoda qishlog'imizda ajoyib bo'lgan videolarni olamiz, surva videolar. Xullas, obunachilar, sizlardan bitta iltimos, like bosish va albatta kanalga obuna bo'lishni tavsiya qilaman. Chunki bizning kanalimizda ajoyib Minecraft videolar va boshqa videolar bo'lishi mumkin. Shuning uchun tezroq obuna bo'linglar. Let's go baby.